Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch tumanda, Raycentrda 39-kollejning orqa tarafi Abbosov degan to'g'risidan kelib kelsangizlar ham bo'ladi. Yangi qurgan domimizning 3-qavatida 2 xona 50 kvadrat metr bo'lgan kvartira bilan tanishib o'tamiz. Dokumenti 100% tayyor. Domimizdan polni bitgan, kvartiramiz ham remontdan chiqib turibdi. Allarandagi domimizda ziloniy zonalari bor. Bolalar o'yingohlari, parkovочный messalari ham bor. Hamma udobstsalar qilingan. Ko'rib turgansizlar endi. Odamlar ham ko'chib kelib boshlaganlar. Polni toza dom hali yaqinda bitib topshirilgan. Hech narsadan muammosi yo'q. Yan tarafında bog'cha, maktablar ham bor. Transportdan ham muammo yo'q. Bir yandan toza Shavot yo'lidan 28, bir yandan Abbosov dekani yandan 19 marshrути o'tib turibdi. Bog'cha, maktablar hamma udobstsalar bor. Raycentr bozor ham yaqin. Hazlar hem like basıp abone olup koyuşam esden çıkmasın hürmetli vatandaşlar, like'larını ayamanglar, bize sizlere kanalımıza abzorunu kılıp beraber gittik ese. Bismillah, kvartiramızdan gittik geldik. Yenilen koridor cayı, ayak teler, laminat polla yayılgan. Onun tarafımızda bir de rakonyalar koyulgan, dekorativli paneller kaplangan, divarlar polni aboy. Gaz, sudan muamması yok xonadonimizda. Cep tarafımızda bir de elektrik avtomatları. Şəhərimizin zor mesasında, Raycentrda, həzdə Abbosov degan doğrusuna gidip gəlsəngizlər bo'ladı. Shavot yo'l tarafdan, Gumbaz dom tarafdan gəlsəngizlər bo'ladı. Bir de simisitirlər ham durubdu əzlər. Sifollar, simisitirlər həmmələr durubdu. Alıb doğru daqışdırıb bərabər 2 xonadan ibarət 50 kvadrat metrdə joylashgan, ayaq tiyləri 100% tüplü pol, zalımız, spalnik, yeni sanuzel aşxanası joylashgan. Patologlar mer natijoy qilingan. Hürmetli vatandaşlar, dokumentim 100% tayyor. Birinchidan danıştırıb beraberimiz. Sanuzelimizin işləri plastik ramlarla. Birimiz tayyor, polni kafirdən çıxıb turibdi. Kənizlər ham qısılgan, simisitirlərin yaxşısından qoyurlar. Bir de aşxana qismimiz, aşxanamızdan polni aboydan çıxqan, bir de moyka üçün panziyası, isti soğuk su şişələri var, gaz su şişələri deyəm, zamanı duh kontrolündən stenin ataplinlərini qoyulğan. Hürmetli vatandaşlar, hem modu sonra kılıngan, hele adam yaşamağan. Hürmetli vatandaşlar, gelip doğru döşeştirip yaşayırlar. Yerimiz 294 razmerde düşen spalnik kısmı qoladı, spalnikdən balkona çıxar. Balkonam var. Benim aboyla kılıngan, patologlar natijoy, eşikler MDF eşiklerden koydular. Yerimiz yine 3, uzunası 560 razmerde. Ayak tiyler köprü pol. Ayak tiyden kızadızlar gördüğünüz geçirde bir registr cayı yok. Kondisyoner razvedka caylarım var. Patologlarımız güllü, ak natijoydan faydalanırlar. Birinçilərə anlatılan gördüğünüz yine her materyallarım yaptı, bir de şpakulöpkeler, kileyler yaptı. Remont yakında bitkenler remontam. Tezor üçün hem razvedka cayları var. Orientini aytib o'tadigan bo'lsak, lokatsiyasini Raycentrda, Urganch tumani Raycentr bozoriga yaqin, yangi qurilgan 5 qavatli binoni 3-qavatında 2 xona 50 kvadrat metr bo'lgan kvartiramiz bilan tanishib o'tdik. Narxi 400 million so'm aytilib turibdi. Ustida galishlardan yeri bor. Hurmatli vatandoshlar, yana tarafında bog'cha, maktablar ham bor. Magazinlardan ham, transportlardan ham muammo yo'q. Bozorchalardan ham, umuman magazinlar hamma udobstsalar bor. Raycentr bozoriga xuddi yaqin yerda joylashgan kvartiramız. Hem yangi doğmuş ve cenab etibar kalaslar, narxı 400 milyon so'm. Glavniy dokument tayyor, doğru notarsa baradan bo'lib turibdi. Kelasizlar, ko'rasizlar, yaqindan bo'lsa zalogini berib, doğru notarsa ketilaveradi. Kanallarımıza abone bo'lsa, abone bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin, hurmatli vatandoshlar. Shuning joylarni qarab yurgan yaqinlaringiz bo'lsa, videoni yuborib qo'yasizlar. Biz orqali joy asalab foydamiz degandan xursand bo'lamiz. Like'larni ayamanglar, hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşünce deb qolamiz.